Sidney bu Avstraliyaning nafaqat yirik shahri, balki dunyodagi top 20 dan boshlab nufuzli universitetlar mavjud bo'lgan shahardir. Bu yerda talabalar o'qish bilan birgalikda loyihalarda ishtirok etish, startaplar bilan ishlash hamda xalqaro networking imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shahar yashash uchun ham qulay, transport, madaniyat va dam olish uchun qator qulayliklar bor. Bizning talabamiz esa shu imkoniyatlardan foydalanib, magistratura yo'nalishini Sidneyda o'qishga yo'l olyapti. Assalomu alaykum hammaga, ismim Hasan. Hozirda Central Queensland University talabasi bo'ldim. Do'stim ulug'lik tavsiyasi bilan va Eurostudy yordami orqali Avstraliyaning nufuzli oliygohlariga hujjat topshirdik. Men Nukus davlat pedagogika institutini tamomlab, magistratura o'qishimni davom ettirish uchun Avstraliyaga Sidney shahriga ketyapman. O'qishim davomiyligi 2 yil va bitirgandan so'ng yana 2 yillik ishchi vizaga ega bo'lish imkonim bor. Bu esa menga nafaqat ta'lim olish, balki Avstraliyada professional tajriba orttirish, loyihalarda ishlash va global darajada networking imkoniyatini beradi. Eurostudy jamoasi hujjat topshirishdan tortib, viza jarayonigacha yaqindan yordam berdi. Agar siz ham ingliz davlatlarida o'qimoqchi bo'lsangiz, hoziroq Eurostudyga qo'ng'iroq qiling. Sidneyda ko'rishguncha.